Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shoh Gaming. Bugun ukamning akkauntida open pack qilmoqchiman. 61,000 gems va 4 ta draft bor. Boshda boksni ochib olaylik. Chista training transfermer. Bir dona draft. Yaxshi. Kompaniya ichida Figo'ni ochib ko'ramiz. Figo tushib bersa, 100 ta shart. Bo'ldi. Xo'sh, endi open packga o'taylik. Ketdi mana. Bitti. Hisobi qaysidir klub 116 yaxshi. Bitta taktika ko'rsam, Ferdinand kelibdi. Ferdinand Davis yilda 129. Defending bilan physical kuchsiz, lekin bu yog'i jorvor ekishim. Mana bu narsasi Davis tushib bermaydimikan? Ferdinand 152 tumoyi, 152 fizika. Dem bosh bilan zo'r o'ynaydi. Kobe. Undan kartasi yaxshiroq, bu karta bo'lmaydi. To'tis baribir kuchli. Endi bilmadim. Demirovich Blitz deb biladi ekan. Yozdingmi? Umuman yurmayapti. Bug bo'lib qoldimi? Ha. Katich. Bu yoqdagini ochish yaxshiroq, men bilmadim. Umuman yurmayapti. Ha, 1 daqiqa, 1 daqiqa. Mana shunday katta open packlarni o'tiryapman. Like va obuna bosib qo'ying. Bir 40 ta likedan keyin yangi video chiqaraman. Bu katta open packni bitta normalniy o'yinchi tushib ber. Ana birinchi workout. 2 yana shumi? Yana 107. Bugun Uzanoqni olamiz deb o'ylayman. Menga yurmayapti. Bitta taktika bor, qo'llab ko'ramiz. Bundoq chiqamiz, bundoq kiramiz, bundoq chiqamiz, bundoq kiramiz. Bosamiz bo'ldi. Yurdimi? Yurmadi. Mana yurmaydi. O'xshamaydigan taktika. Va oxirgi yana bitta
Menimcha yurdi. Yo'q. Grafik almashtirib keldim. Endi omad kelar degan umiddamiz. Ketdi birinchisi. Bismillah. Normalniy o'yin tushmayapti. Nimaligini matxovus bitta. Qolganlari bo'lmaydi normalniy emas. Shunga ochmay turibman. Internet qochyapti. Tak. Yo'q. Umuman omad kelmayapti bu sezonda. Vashi omad sezon bo'lgan o'xshaydi. Tak 115 yuradi menimcha. Yurdi. Qanaqadir davlat simi va bitta gap aytsam, mendan emasman ochko'zi kuchayib ketdi, lekin men undan ko'p ochganman, lekin menda umuman akkauntimda omad kelmagan. Xo'sh, balki davom qilamiz. Iltimos bunda 40 ta like yonib bersangiz, judayam xursand bo'lardim. Workout, hop, striker, qandaydir davlat. Bilmadim, bugun Husanmonovga yetarmikan, yetmasmikan bilmadim. Yetsa judayam yaxshi bo'lardi. Workout, iltimos. Workout dalsimi qanaqadir klub 115 yaxshi, workout turgani judayam yaxshi. Bunda Fernandga ikkita kelib chiqishimiz kerak. Qatyapti. Mana ishla. Yana bir marta iltimos yur. Bitta taktika ko'rsatmaslarga hozir uni Fernandinani o'chirib beramiz sizga. Qanada. Mana tushdi. Yo'q, ozgina dashmalik workout bo'ladi. Xo'sh, sibi 116 yaxshi berib turgan yaxshi. Chunki bu yoqda bizlar Husanmonovga yetish kerak. Shun beraversin. Ancha workout yo'q. Yana o'tamiz, yana shunaqa qilamiz va yana bundoq. Jiddiy omad yetishmayapti deydi. Bu videoni ulab qo'yib yuborsam kerak, ikkita qilib yo bitta qo'shib. Normalniy o'yinchi iltimos. Qatar g'alaba Qatar yana qaytadan 116 yil balki Shomurodov keladi deyaptilar. 118 Neymar keldi. Neymar keldi Braziliyadan. Qani turnamentga o'tib boraylik. Hozir bir daqiqa o'tib sizlarga ko'rsataman. Mana shuni bozasiz va sizlar uchun O'zbekistonda tanladim va bugun hozir sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'zim ham bo'ya bildim. Bu yerda Braziliya va mana bunga qo'yamiz. Yo'q, bunga emas. Mayli. Xo'sh, tarkibni ko'radigan bo'lsak, bu yerdan Neymar kelgan bo'lishi kerak. Menimcha. O'z komandaga o'tamiz bugun. Va mana. Roberto va Neymar jari. Tazor futbolchilar bu yerdan. Mana buni qo'yib turamiz. Qachmoqda. Xo'sh, bu yerdan Neymarning statistikasi bomba. 153, 166, 155 va 163, 83, 101. 5 ga 5 oyoq qo'yishi o'zi tanad
talant bo'lib yotibdi Neymar. To'xtanglar, bitta narsani ko'rishingiz. Neymar talantlarini bitta ko'raylik. Bu nima? Selfish. Yangicha talant, manimcha talant selfish. Hozir tarjima qilib sizlarga ko'rsataman. Ko'rsataman tarjima qilib. Iltimos 40 ta layk bu safar. Afsuski bu yerga kelmabdi va menda shaharda bo'libdi ko'rib chiqaylik. Boshda bizda 6000 yetmas ekan, 8000 qolar ekan. Mayli, videomiz yuzin nihoyat yetdi. Yoqqan bo'lsa bitta layk va obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.